Andijon suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan Andijon shahrining Do'stlik mahallasida ichimlik suvidan amaldagi qonunchilik va belgilangan tartiblarga rioya etilgan holda foydalanishini nazorat qilish, shuningdek qarzdorlikni qisqartirish maqsadida reyd tadbiri o'tkazildi. Do'stlik mahallasida 3331 nafar aholi, 968 ta xonadon va 650 ta suv xo'jaligi obyekti mavjud bo'lib, ichimlik suvi xizmatlari uchun debitor qarzdorlik 308 million 526 ming so'mni tashkil etadi. Reyd davomida katta miqdordagi qarzdorliklar bo'yicha to'lovlar ham undirildi. Tadbir jarayonida undan ortiq obyekt ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish va to'lov intizomiga rioya etmaslik holatlari aniqlandi. Belgilangan tartibda choralar ko'rilib, qarzdorligi mavjud bo'lib, belgilangan muddatda to'lovni amalga oshirmagan iste'molchilar ichimlik suvi tarmog'idan vaqtincha uzib qo'yildi. Eslatib o'tamiz, bugungi kunda Andijon shahri bo'yicha ichimlik suvi xizmatlari uchun umumiy debitor qarzdorlik 40 milliard 560 million 96 ming so'mni tashkil etmoqda.